Sizlarga bitta zo'r narsani ko'rsataman. O'rmonni ichida qilib qo'ygan ishlarga amerikaliklarni. Mana qaranglar, qizil belgicha. Ko'p daraxtlarga shunday yo'lma-yo'l qilib qo'yganlar. Bu nima uchun desangizlar, akalar, даже hattoki shu Amerika shu o'rmonni ichida ham shu odamlarni o'ylaydi-da. Shu yo'lini yo'qotib qo'ymasin, boshqa joyga burilib ketmasin deb. Bu joyda chunki yo'l yo'q-da, o'zi kirib olganmiz. Xarita bitta ikkita joyda ko'rsatadi, shu bilan bu yoqqa yana ketaverasizlar. Mana shunaqa qizil belgicha qilib qo'yganlar, shu qizil bilan ketaversangiz, shu bilan chiqib ketasiz-da. Prosta tak shunday o'rmonga kirdingiz, aylanib chiqib ketamasizda, shu yerda ham odamlarni o'ylab, shular adashmasin deb zo'r sharoit qilib qo'yganda. Mana shu tarafi yoqadi Amerikaning har bitta detalli narsalariga odam uchun nima deydi, odamni o'ylab, odam qadrini o'ylab, mana shu zo'r sharoitlarni qilib beradi-da, hattoki o'rmonda qilib qo'ygan. Bo'lsa kimga kerak bu, to'g'rimi? Ba'zi joylarda